Eringiz to'lamagan alimentni davlat to'lab berishini bilarmidingiz? Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi 87-sonli farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-avgustdagi 427-sonli qarori bilan tasdiqlangan aliment to'lovlari jamg'armasi to'g'risidagi nizomga asoslanadi. Mazkur jamg'arma dastlab davlat budjeti hisobidan 50 milliard so'm bilan ta'minlangan. Jamg'armaning asosiy maqsadi alimentni o'z vaqtida to'lamaydigan shaxslar o'rniga bolalarning huquqlarini himoya qilish, ya'ni alimentni davlat tomonidan vaqtida qoplab berishdir. Xo'sh, jamg'arma qanday tartibda ishlaydi? Ya'ni voyaga yetmagan farzandini moddiy ta'minlashdan bosh tortganligi uchun qarzdor jinoiy javobgarlikka tortilgan taqdirda aliment yuzasidan yuzaga kelgan qarzdorligini qoplash yuzasidan davlat ijrochisi tomonidan qaror qabul qilinadi. Keyinchalik esa bu mablag' qarzdor shaxsga undiriladi. Amaldagi natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, 2024-yil yakuni bo'yicha 1723 nafar undiruvchilarga jami 41 milliard so'm aliment pullari jamg'arma hisobidan to'langan. Xulosa, aliment to'lovlari jamg'armasi bolalar manfaatlarini davlat kafolati asosida himoya qiladigan muhim mexanizm bo'lib, siz ham ushbu davlat kafolatidan foydalanishingiz mumkin.